Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Birinchi etaj noturar bino plus tepada 7 xonadan tashkil topgan. Yo'lni birinchi liniyasi, lokatsiyasi Kosmonavt Furqat ko'chasidan joy qarab turganlarga ham biznesga, ham yashashga mos joyni savdoga chiqaryapmiz. Bu birinchi etaj katta foydalanish maydoni, o'zini alohida oshxonasi, sanozeli, choy ichib o'tiradigan bitta xonasi bor. Ikkinchi etajga binoni ichidan ham, ko'cha tomondan ham ikki tomonlama yo'li bor. Alohida foydalansalaring bo'ladi. Ikkinchi etajdan 7 ta xonadan tashkil topgan 4 ta sanozelli, o'zini hovli maydoni ham bor. Yangi ta'mirdan chiqqan holatda savdoga chiqaryapmiz. Bu mana 3-etaj balkon ko'rinish. Katta magazin bo'lsa, o'zini ofisi ham bo'lsa, foydalanaman deb joy qarab turganlarga zo'r tushadi. Birinchi etajga quyosh tushadigan panoramli oynalarigacha bo'lgan. Bu tomonda 2 ta xona, ichida hammom, tualet, yevro remont holatda, ish boshlanishga tayyor yangi jihozlari bilan birgalikda srochni savdoga qo'yapmiz. Bu lokatsiyasi Kosmonavt Lesopark yo'nalishi hisoblanadi. Ofisga joy qarab turganlarga kamdan kam chiqadi bundan taklif. Joy egalarini raqamlar bilan qoldiramiz. Bemalol bizning nomimizdan telefon qilib, kelib ko'rib, ma'qul kelsa baraka qilishlari mumkin.